Assalomu alaykum barchaga. Hozir sizlarga o'qituvchilar uchun Rush yordamchi botimizdan qanday foydalanishni ko'rsatib o'taman. Dastlab siz o'qituvchi, ya'ni test oluvchi bo'lib ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, mana shu kabi bosh sahifa ko'rinadi. Tepada ism familiyangiz, undan keyin pullik testlardan tushgan balansingiz, undan keyin esa kredit balansi ko'rinib turadi. Bu joydan kredit sotib olishni bosib kredit olishingiz mumkin. Va bizda asosiy qism testlar bo'limi. Bu yerda jarayondagi testlar, ya'ni yopilmagan testlar va yopilgan testlar bo'limi mavjud. Ichiga kirib, barcha ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Endi qanday qilib test yaratamiz? Buning uchun test qo'shish tugmasini bosamiz va bizda ikki turdagi testlar mavjud. Birinchisi pullik test, ikkinchisi tekin test. Pullik testda siz testga qo'shilish uchun summa kiritasiz va o'sha summani o'quvchi klik va payment orqali avtomatik to'lagan holda sizni yaratgan testga qo'shilishadi. Bu summadan ma'lum bir qismi sizga beriladi. Tekin testda o'quvchilar hech qanday to'lov qilishi shart emas va aksincha sizni balansingizdan kredit yechiladi. Endi tekin test tanlaymiz va test yaratishni boshlash. Va ko'rishingiz mumkin. Bu joyda test nomini kiritamiz. Keyin esa fanni tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, fizika. Va keyingi bo'lim testga qo'shilish turi. Ochiq test. Bu nima? Agar siz ochiq test bilan test yaratsangiz, oxirida sizga test kodi beriladi va o'sha kodni o'quvchilarga, ya'ni test topshiruvchilarga jo'natsangiz, o'sha kod orqali ular siz yaratgan testga qo'shilishadi. Agar siz yopiq testni yaratadigan bo'lsangiz, o'quvchilar, ya'ni test topshiruvchilar hech qanaqa kod orqali qo'shilishmaydi va aksincha siz har bitta o'quvchini o'zingiz kiritib chiqishingiz kerak bo'ladi. Endi hozir ochiq test yaratib ko'ramiz. Agar ochiq testni tanlasangiz, sizda boshlash vaqtini kiritish kerak bo'ladi. Masalan, bugun 17:00 kiritib qo'yamiz va tugash vaqti 22:00. Javoblarni belgilab chiqamiz. Xo'p, javoblarni belgilab bo'ldik. Endi 36-45 savollar uchun javob berish usulini tanlashimiz kerak bo'ladi. Agar yozishni tanlasak, o'quvchilar botdan javoblarni yozib jo'natish kerak bo'ladi. Agar rasmga olishni tanlasak, javoblarni qog'ozga yozgan holda uni rasmga olib botdan jo'natishadi. Bu nimaga qilingan? Agar javoblarda formula, grafik, shu kabi narsalar bo'lsa, sizga rasmga olishni tanlashni maslahat beramiz, aks holda yozish. Agar siz yozishni tanlasangiz, sizda yana bitta imkoniyat bor. Bu nima? Yozma javoblarni avtomatik tekshirish. Bot o'zi o'quvchini javoblariga qarab yozma javoblarni avtomatik tekshiradi. Bunda katta, kichik harf ahamiyati yo'q. Hammasi bitta formaga keltirib, keyin hisoblanadi. Xo'p, ko'rib turganimizdek, yozma javoblarni avtomatik tekshirishni agar chek qilmasak, pastda hech qanaqa to'g'ri javob kiritish maydoni yo'q. Agar buni bosadigan bo'lsak, pastda har bitta savol uchun to'g'ri javob variantlarini qo'shib chiqishimiz kerak. Masalan, A varianti uchun ehtimoliy bo'lganlarini qo'shib chiqamiz. Masalan, javobi 1.5 bo'lishi mumkin. Endi o'quvchi bunaqa formatda emas, 1/2 yozishi ham mumkin. Uzr, adashdim. 3/2. Xo'p, shu kabi kiritib chiqamiz. Agar o'quvchi 1.5 desa ham, bu to'g'ri deb hisoblaydi. Xo'p, shu kabi kiritamiz. Endi test yaratishni bossak, ko'rib chiqamiz. Hammasi joyida. Test yaratishni bosamiz va bizga ko'rib turganingizdek test kodi beriladi. Bundan nusxa olishni bosib, buni o'quvchilarga berishimiz mumkin. Va mana ko'rib turganingizdek, jarayondagi testlar bo'limida biz yaratgan test mavjud. Va bunda bitta o'quvchi bor. O'zim javoblarini jo'natdim test uchun va ko'rishimiz mumkin. Ichiga kirib ko'rsak, mana boyagi 3/2 avtomatik o'zi to'g'ri deb tekshirilgan. Endi qaysidir javoblarni xato avtomatik tekshirgan bo'lsa, biz uni o'zimiz o'zgartirib tekshirishni yakunlashimiz mumkin. Masalan, bir javob to'g'ri bo'lsa, buni ustiga bosamiz, u avtomatik to'g'ri deb hisoblanadi. Agar xato javoblarni hech qanday tegmaymiz, ular kulrang shaklda qolishi kerak va tekshirishni yakunlaymiz. Shu kabi har bitta o'quvchining jo'natgan javoblarini ko'zdan kechirib chiqamiz va yakunlash va natijalarni olish tugmasini bossak, bizga Rush modeli asosida hisoblab
javoblarni chiqarib beradi. Bunda natijalar PDF formatda sizning Telegramingizga bot orqali ham jo'natiladi. Yakunlash. Ha, yakunlaymiz. Va mana natijalar chiqdi. Bu joyda ball 50 chiqqan. Formula asosida, ya'ni t barobar 50 plus 10 ko'paytirilgan z. Z bu yerda 0 ga teng bo'ladi, bitta o'quvchi bo'lgani uchun. Agar siz 50 ta 100 ta o'quvchidan oladigan bo'lsangiz, natija ancha aniq chiqadi. Xo'p, endi boshqa fanlar uchun ham test qo'shish qanaqa bo'ladi va unda qanday imkoniyatlar bor ko'rib chiqamiz. Sababi hamma fan uchun Rush modelida, ya'ni milliy sertifikatda test topshirish jarayoni bir xil emas. Masalan, ona tili uchun essay balli qo'yilishi kerak 45-savol o'rniga. Kimyo va biologiyada esa 3 ta masala bo'ladi va ularni yechilishiga qarab maksimal har biriga o'ziga mos ballar bor. O'sha bo'yicha ball beriladi. Endi test qo'shishni bosamiz va biologiya uchun test kiritish qanday bo'ladi ko'rib chiqamiz. Kimyoni tanlaymiz va pastda ko'rishingiz mumkin. Bunda yozma javoblar 40-savolgacha bo'ladi. Qolganlarini rasmga olib jo'natish kerak bo'ladi. Jo'natgan rasmlarini test ichiga kirib, o'quvchining ichiga kirib, har bittasini tekshirib, har biriga mos ravishda alohida ball qo'yib, testni yopib, natijalarni olishingiz mumkin bo'ladi.